Assalomu alaykum. Meni ismim Oydin. U20 ga nisbatan kuchliroq mas'uliyat borligi, o'zimni ko'rsatishim kerakligi, kelajakda ham shu komandaga foydam tegishi kerakligini his qilish, mas'uliyat. Katta maqsadim komandaga, milliy terma jamoaga yordam berish, o'zim hissamni qo'shish, chet el komandalarida ham o'ynash, O'zbekiston futbolini tanilishiga hissamni qo'shish. Hali ovqatlardan yeb ko'rmadik. Diyetetik ovqatlar yo'q. Makiyajlarni qarang, aytibdi. Qanaqasiga unaqa qilsan? No, she's very popular. Yaxshi qilib bilmayman. Men o'zim Bu uchun men hech narsa qilmayman. Просто o'ynayman, всё. Dedim bo'laysan, pastmi, udarmi, tezlikmi? Tezlik bo'lsa kerak. Xarakter, duh. Trenirovkalarda tayyorlanyapmiz. Xudo xolasa, yutishga harakat qilamiz. Barcha muxlislarga salom. Sizlarni ertaga o'yinga taklif qilamiz, kutib qolamiz.